Assalamu alaikum, mən Güləz. Tünügün degəndək bugün müşdə iftar yaqımı toxusunda naq maydanda söhbət ilib berishni o'ylashdim. Agar şu ko'rayotgan yo'ldoshlar bo'lsa, iftar yaqımı toxusida o'zaro fikrlash baqsaq, sizlar imkon qoldaysizlar, o'ylaganlaringlarni yoki savollaringlar bo'lsa, shuni javob qaytarsam. Amda boshlaganlikni hozir hech kim yo'q, shunga men o'zimning o'ylaganlarini dey. Mushu nachar iftar yaqımını deyishlik sabablar nima? Agar bu xil ahvol kishilarning huquqi ularning ishiga aralashmaymiz, karimiz yo'q. Ammo daxldorlik qilmaymiz ularning huquqlari boshqalarning. Ammo shu nimishqiliqi qarshilik avjab ketdi degan joyda men o'xshash ota-onalarning bo'libmi. Ularning shu iqimining kengayib, harakatlarining kengayib, bu xato qilmishlarining kengayib, shu narsada kichik farzandlargacha bo'lgan ta'siri kuchib ketgachga shunga men o'xshash nurg'un ota-onalar bosh ko'tarib chiqqan gap. Uning qator xil namoyishlar bo'ldi Amerikada, dunyoda bilasizlar. Shunga deymiz, chidayamidiq. Chunki biz ona bo'lganlikka bo'lib ota-onalar farzandlarimiz qo'limiz saqmaydi. Farzandlarimiz bizning kelajagimiz, umidimiz. Shunga eng asosli sababning biri shu farzandlar kelganchada hech kim chidamaydi, shunga qarshiliklar ko'payib ketdi. Uning qandaylarcha buning kelib qolsanglar, o'zim biladigan shu yaqin yiroq biladigan yanda Amerikadagi iftixor yaqimi ning darajasi deymiz, yomon ta'siri shunchalik kengayib qanday darajaga keldi desanglar, shu kichik bolalarni ozdirib, ularning ota-onasini yiroqlashtirib, ularga bildirmay, ularning ijozatsiz shu kichik bolalarni shu jins jihatda qaymoqtirib, jinsiy hukm jihatda qaymoqtirib, ularni shu jins jihatdan hatto shunchalik kichikda yosh bolalarni jins o'zgartirish tashabbuslarini qilib, shu kichik bolalarni ota-onasini ruxsatsiz mushatda doktorxonada tatib mutaxassislarga bo'yicha va shu kichik bolalarning jinsini almashtirgan shu vaqalar bo'ldi, hamda bu shunda qarshilik tushib ketdi. Chunki bunun birinchidan ota-onasini ruxsatini olmagan, ikkinchidan bularning yomon ta'siri bor bu operatsiyalarning. Hayotga xavf etish xavfi bor. Shunga uningdan bu eng yomon ta'siri nima bo'lsanglar, mushuni bahona qilib, mushu bolalarning boshini qaydirib, ota-onasining gapini anglamaydigan bolalarning taqdirligi axloqini buzdigan, bu orqali hamda bolalarning keyingi taqdiriga qattiq ta'sir qilish ahvollar kelib chiqdi shunga. Hamda haqiqiy misollarni desak, xuddi oldingi mening YouTube sog'am videolarga iftixor yaqimining yomon ta'sirlarini degan videorimda shu eng yangi bo'lgan vaqa shuliqi depanmi? Shu videoda dedimmi, menga paralash bo'lgan bir narsa qizning, o'smirning ma'maydigan, gapni qilmaydigan, shu menga o'roqda o'tirgan qizlarning beshini qaymoqtirib, hamda buningda ota-onasi shu nachar iftixor yaqimining ta'sir ushlab ketgan, bolam o'zi qaror qilsin, kichik bola degandek nima qilib, shu bolaning shu ideyasini qaymoqtirib, to'g'ri yo'lda tarbiyalamay, to'g'ri yo'lga boshlamay, shu narsada o'smir miyib qizning ko'ksini kesib o'tib, o'g'il bo'lishga, o'g'ilga o'zgartgan jinsni. Ammo uning tafsilotini hamda ularni ashta noto'g'ri g'alabasini shu qizning ruhsini olmay turib ham olamaydan qiz miyib tursa, to'rga yayganligimi shu manchusa bir qancha xil ahvollar bor. Ya shu ota-onalar haqiqatan tuan darajalik lahval dut ota-onalar o'zining xato qiliqlarini ashta to'rga yaydigan. Ham yolaydigan nimasi bor-ku, ularning ash qilib uningdagi qasddan yeydi, balkim bu bir siyosatning bir o'yini bo'lishi mumkin, chunki normal idealik ota-onalar
Birinchidan o'zini unchik aloqa jamoat yeyib ketmaydi qiliqlarini o'zi shaxsiy turmushini. Ikkinchidan amda qizning shu shu buzib nimxon g'alabasini unchik yeyib ketmaydi deb o'ylayman. Shu buni ikki xil ehtimolga birsida shu otalar haqiqatan nachar. Ikkinchidan balki bu siyosiy o'yin. Uqmaymiz. Xudoyim qanday o'qizalnikini zig'irlamadoq shu bir video butunlik to'rda qo'lilib ketgan chaqtotdagan qizalning ko'ksini kesib o'tib ustinki kiyimi yo'q shuna g'albisi operatsiyadan chiqdi deb ashta g'albisi ikki tal tatqini ko'rsatib uning oxir qanday bo'ldi mening o'ylig'imda endi o'qizalning tön tarafini o'zgartdim men xudo o'ziga manat hey Alloh endi ish qilib endi uni ilbatdi o'qizal kelika masalan idesini o'zgartib qolsam qanday qiladi anni bilolmaydi endi men meditsina men taraqqiy qilib ketib ham ular shunchalik boy ular ketib agar shu qaytadan bir ko'ks o'rnatadigan texnika ulab sharoiti bo'lgan bo'lsa-mu ammo kechikkan bo'ldi-da endi u qayta bir qitimliq hayoti haqiqatan cho'ng operatsiya Amina da başlamayınca inanılmaz mümkün emas endi. Chiqib azobga. Shunga uningdan boshqa yana ba'zi yana bir ishga uyushliqi haqiqiy hamda oshkorlangan hamda dodillik bilan chiqib ziyonkashga uchragan shu iftixor raqamning ziyonkashga uchragan yoshlar o'zining imkon videolarini ko'rdim. Ziyoratlarni ko'rdim. Buningda bir erninki shu erga o'zgargan bir ayolning ziyorati bor. Buningda shadaydi o'zining shunchalik pushamonligini deydi. İşte hata ta'sirlarga, hata uchurlarga erishibman. Mushu yo'l qarab mengib, endi işte ergi bo'ldim, lekin men mushu operatsiyalarning, mushu ishlatgan dorilarning ta'sirini ko'ryapman. Uningkin mushu chashrim tushib, u buqotidi, badalarim og'riydi. Uningki ovozim o'zgartgan, endi ovozim o'zgartgan. Ovozi menga g'ing chiqdi ekan, endi bak o'ng'ishq bo'lmagan edi. Uningkin endi men o'zgaray desam, menga o'zgarmayman, men shunchalik pushaymon qildim deb ashadib. Uningki yana bir eski xabarda shu chom chiqqandan keyin unkan ham shu otalarning ham qisman hukumatning balki shu chop tarafdan bisimlar uchragan bo'lishi mumkin. Shu doktorxonalarda shu operatsiyalarga mas'ul bo'lgan doktorxonadagilarning belgilik hamda aniq ismi bo'lmaymiz. Ashlarning shu kichik bolalarning, o'g'il bolalarning qizga o'zgarish operatsiyasi qizlash jarayonidagi ahvollarini, dokladlarini to'g'ri xalqqa oshkorlar degancha oshkorlamay kamallar yordam qilib qat'iy oshkorlik uzmadi. Bu nimdan bildirdi? Aniqlar shu masala balqin bildirdi. Shu operatsiyalarning, shu dorilarning, ishlatgan dorilarning bolaga ko'rsan ta'siri qanday bo'lqi va har xil ishlar borda, ashlarni hech qaysini oshkorlamadi. Hozirgacha endi qanday qilgan ishlarning, chomni qilgan ishlarning jiqligida endi. Lekin endi shu iftixor raqamim shu chomning siyosatlarning biri bizlar shu chom chiqqandan keyin shu buyruq imzo qo'yib shu Amerikada faqat ikkala jinnis e'tirof qilindi deb. Hey Alloh. Mungkin shu ko'rayotganlarim birga. Assalomu alaykum. Savolingiz bo'lsa qo'ying. Men bunda nim qilib boqmaganimda. Qag'ala kelikka qo'yib qo'ysa kelikka nim qilaman. Ağaca shu men so'zlab shu iftixor raqami to'g'risida bo'lsa shu xalqimizning zehni ichilib bu jihatda ancha-muncha qiyib ketgan bo'lsa, to'g'ri yo'lga qaytgan bo'lsa yaxshi. Uningkin bu iftixor raqamining bizga bo'lgan ta'siri qandayroq? Mushtorlik bir hamda bizga bo'lgan ta'sirlari buni hamda qandaq bizning xalqimiz ichida bu qanchalik buningki ta'siri va hukmi to'g'riliq qanchalik bilimlar bor, qanchalik hukimiz bularni o'ylab baxsam bizni bildiganlar burun tatib bo'lgan, chunki bizda tilash so'zlar bor, buni ham demaydim, sen bizlar ashta odamlarni tilaydi. Hamda u so'zlarni tilashdan qachon borliq kelganini qo'ymaymiz, hamda burun borliq
Uxmaniki buni o'zi malgilik ekanligini isbotlaydi demoqchi o'g'ni bizning xalqimiz mushu xillar burunlar mushta iftixor iqimiga doir uchurlarni bildan xalqini bildirdi ham qanday biladi shu ashta odamlar borligini bildirdi hamda bizning mushu kuchlik din e'tiqodimizdan ham mushtaqiligi o'zimiz shunda suydigan ham nima qildigan esil madaniyat mushta urf odatlarimiz cheklab turdi bizni yaxshi shunga az deb o'ylayman xudo shukri manmu endi bilganini qilgan yaxshi endi man xiligacha shu o'rta maktabgacha anglab boqmagan ishtihor raqamini undan keyin shu maktabdagi vaqtda shu ba'zi qiz o'g'illarning o'ynashib nima qilganligini ko'rgan o'ynashib qizlar bilan bo'lib o'g'illar bilan ko'rmay undan keyin endi ba'zi o'g'illarning o'g'illardek yurmay sal xinimcha naynaqshib yurganligini ko'rgan shuti undan burun olib boqmagan ko'rib boqmagan unga maktabni bizlar maktabda necha o'n ming bolalar bir bino solinib o'qiydi ular shu necha o'n ming bolalar necha o'n ming xil uchurlarni sirtdan ko'tarib kirdi maktab degan dahshat uchur markazi yaxshi uchurlar bo'lsa yaxshi ammo ko'pincha bilsa har xil shu uyda deyamaydigan gaplardan uyg'unib olgan gaplarni ham shu sirtdan ham shu kirgan gap askilarni ko'rdi masalan aroqdan degandek ham nachar axloqlar degandek undan keyin mushta o'xshash ishtihor qilmam albatta uchurlar ko'rdim shunga men shu o'rta maktabdagi vaqtim o'ylamay o'rta maktabda tiki vaqtimdan burun mushu bolalar orqali mushu savodashlar mushu maktabdagi bolalardan burun men anglab boqmagan ko'rib boqmagan uyda undan gaplarni bo'lib boqmagan shular maktabda nima qildi ko'rib endi uni qildik undan keyin cho'ng bo'lib bu yillarga borganchada endi yosh vaqtlarimizda ancha muncha bormiz usul o'ynab disk o'ynab bu xillar shu joylarda ko'rgan qaysi bir menat xitoyning birligi shu nafsliq restoranda ba'zi uyg'ur yigitlarimizning ashta qizil chiqiliqlarni qilib yurganini ko'rgan endi shu joyda shu vaqtlarda cho'ng bo'lib ashlar borganchalar undan ko'rish boshlagan undan burun o'zimning turmushi bilan qat'iy nima qilmaganda undan keyin ba'zi qizlarning qiz do'stlari bor shu shular o'ylandim bu nima ish qilgandi deb undan keyin qiziqib boqsak bulam nima bo'yicha ishlarga deb qizol bilan qizol paranglashib o'ynab qismayli ham yaqin do'stib ammo o'g'ilchi xohlamay qizma xohlaydi ekan nima ishqa deb o'yladim men undan keyin haqiqiy ishtihor iqimi deganni men nada ko'rdim sanlar shu Turkiya borganchada 30dan oshgan 30 yosh vaqtimda aram chiqqan chet elga Turkiya oho onun burun unda yo'qda faqat u bu mushta kichik yosh bolalarning nodonlarcha o'ynab yurganini ko'rib mumkin maktabda ko'rib undan keyin shu turmush u bu ishlar mumkin odamning o'zining ijtimoiy aloqasini qo'ldamoqda mening ijtimoiy aloqamda yo'q deyarlikda bu undan keyin shu nimaga berib Turkiyaga o'qishga chiqdim chiqib shu savdoshlar bilan bir vaqtim nimaga bordimda klubga berib hamda yosh vaqtlarimizda o'qish vaqtlarimizda maktabni klub bir paqildab kirdik ammo u joyda nima uning qadar klubni uqmabdik qiziq yarashuv tunjiqdan shu chet elning klubiga bir paqildab kirib borganchada uning hamjins klubini uqmadiqda shu kirsak mening tunji shu 30 oshgan vaqtimda tunji bo'lib shu ayolcha butunlay ayolchasini olgan hamda operatsiya qilmoqmaymiz lekin butunchi ayolchasini olgan ani ko'rdimda qarsam kutkuchi zad bir yeri shu ayoldek emas qarsiliqi muskulliq yo'g'an bo'ynlari uzun gavdalik egizda lekin egiz boshqa kiyib olgan chiroyli grimlari pichat mendan chiroyli men deb qo'ydim
lekin menda chiroqli inoqlar uningkin pechat gilamlar ishlab pechat qilgan chashi uzun balkim yog'an chash lekin endi ko'ynaklari va qisqa ching lekin shu menga mumkin gap qanchada ovozi hamdi balkim u butunlay o'zgarib qolamadi operatsiyadan qilib lekin endi shu ashta bu ashta deymiz ham jinsdan doqliq aylan yaxshi buni ashta arada qo'yildim ashta mumkin bizni bizlar qiz o'g'il tankirgandan keyin bu bunda qarablam bu mes qildi biz tunchiqdim kap chunki endi odatda butun akishga ishtichu ham jinslarning klubiga odatda bizda qizlar kirmaydi yoki kirmaydi shulan odatda kirib ketmaydi faqat erlarla kirdi nima qilayim qancha shunlar ular kirganda uni bizni kutdi mumkin sal kutdi bizmi adab o'tirib nima qildik endi bizlarga bolda kirganda hech kim yo'q-ku shular bizni o'tirib nima qildik lekin biz hayron qoldik zad armayolmi o'qimadik gangrab qoldik keyinlikka unikin kap biz kap biz paranglashgancha nima ishlar bu degancha unga ovozi g'ing chiqdi o'kishgan mumkin biz azroq nas bo'rtib mumkin o'tag'imiz kamda o'za o'tamaylam bir ba'di usloydan qo'yiblam chiqatdik chiqishdan burun bizlarga bir arkirib kutkishi uni quchoqda o'tirib u bilan qislab qildi yildi shundan uni keyin chiqadi shu mening tunji 30 yosh oshganchada chatalda tunji kirgan hamjinslarning qavoxonasi tunji ko'rgan hamjinslar ajoyib tova undan keyin shu Turkiya tarafda mush ishlarni azobli xili biz qaranchada ravrus kuchlikka ta'siri anqiramaydigan nima deydi anqiramas bu ayolni armudi undan keyin Amerikaga kelib Amerikada miyada inoqli ko'rmizam ko'chko'ylarda unga kinolarda emas ko'chko'ylarda ko'ramiz mumkin shu ota-onalarning shu ularga qarshi yoki ota o'zlari shu nima qildi inoqlar oshkorlab ijtimoiy turlarda to'shaqda bu ishlar uni ko'rib texmi og'zim ichib qolgan gap uniki oldingi yillarmi yo mushili ras unga qaysi bir shu TikTok deydi shu ijtimoiy aloqa suplari bak avjab ketdi shu odamlarning butunlay turmushi turg'iliflanda turgan yilpligada shu ijtimoiy suplar orqali orqali nim qilib unga ijtimoiy aloqa suplarning pul to'lash ko'rish qitimsarlik pul to'lash ishlar bo'lgandan keyin bular texmo avjab ketdi degan ham bularning ishlar bo'layotganchada endi bizmi ko'rib u boqib ayron qilib og'zini ichib qolib ta'zirga ammo buni bu astratori yaxshiratiri o'zaro fikr almashtirish o'rganish unga yemak ichmak nima qilish o'zaro deymiz Göndermada kösteş, alaka, onken kanun, onken muşu bütün işlerden şu torol bağımdı. O yaşlar be. Şu an ben arlaymadı elbette. Arlagançada ben bir Türk balının ki Türkiye qarsam şu balının ki İsa YouTube'ların videolarını körüp kaldım. Onun nimesi kirsem o amde şu yaş balıkka, şu çıralıkka. Lekin hemciniske. Oğul dostu belki. Ama özün şey karmı yok ama şöyle kılıklar qarab, çıraklar qarab, bir içim kaldım. Hem de benim bir yere gidişim sebep, benim acığım kelgen yeri, benim karmı yok hem de yaxtırmagan yerim, apsilan nimqan videosu belki, müşahimcim, ne stoğurluk uçqaşkarlı, apsi şunçı kollaydı ki. Şunlarla mening ko'z qarashim isbotladi bu ota-ona tarbiyasining qancha muhimligi. Hamda apsim o'sha chiroyli ayol ekan, lekin hamda nimishqa bu yerda qo'llaydi, nimishqa bolasini to'smagandi, ham nimishqa yaxshi o'rgatmagandi, bolasi so'zlab qizil bo'g'isini xolganchada yo'qimisi dastlabda shu apsi bayqagan bo'lsa, shu qiliqlarni apsi nimishqa so'zlashmay o'ltirib bolam nimishqa desa
nima ish qilganda o'ylaysa deb so'zlashmamni deyman. Ashta endi bu chet elninki mushta bir yomon yeri bor, ota-onalar bolalar bilan paranglashganchada liqi erkin qo'ydigan yer bor. Masalan, men mushta ayolchi o'ynayotgan o'zim o'g'il deb o'ylayman, ayolchi o'ynayman desa, liqi hurmat qilish, bolam erkinligi u deb liqi yoki bo'lsa to'g'ri tushunay deb liqi nim qilib ketadigan yerlar sal yaxshi emas. To'g'ri tushundirmaydigan yeri intayin nacharaq bu. Şu Xudam sağ olsun bizlerge bunday qilmayli. Agar bolalarimiz, masalan bolalarimiz hamda ashtalık sal ideyada qiziqib qolgan ahvollar bo'lib qolganchada, bolalarimizni har qanday ishlarga, gap so'zlarga, kiyinish ishlarga, qiliqlarga ham diqqat qilib turishimiz kerak. Ammo shularni bayqagan vaqtimizda cho'qqin bolalarimiz bilan paranglish kerak. Kechiringlar, paranglashib tushuntirishimiz kerak. Bolam sen nima qilday sen de mening o'g'lim. O'g'lim deyman, o'g'lim deb cho'ng bo'lsa, Ertügün bulsa çoğun bo'lgandan keyin erdan munda ishlar bo'ldi, munda majburiyatlar bo'ldi, munda güzel taraflar bo'ldi, yaxshi taraflar bo'ldi, munda rollar bo'ldi jamiyatda, oilada, o'sha dunyoda mushta bo'ldi deb paranglashib o'tish kerak. Hargizmi men qizil deb o'ylatma o'zimni yoki qizil bo'g'im bor, men qizilniki yo'q odamda desa, o o'sha o'ylamsiya demay, ma amerikalik ba'zi bir dud lahmaladek. Miyada bir aylan kiray debdi va buni sinab baqayli. Miyada bir qanday bo'ldi uqmaymiz. Assalomu alaykum. Bu kirganchanda qanday bo'ldi? Qo'shiladi miyada. Aslaq o'g'ishimiz kerak. Cho'qqim ularni to'g'ri tarbiyalashimiz kerak. O'g'il bo'lsa, u jinsi bo'lsa shu jinsi bo'yicha tarbiyalashimiz kerak. Miyada bir to'rdashning qaytyotidi. Shunga demakchi o'g'lim shu Amerikaga erkin davlatlarninki connection failure ulama qayta bir sinab baqang, men qayta bir sinab baqamiz. Demakchi o'g'lim miyadagi shu yomon ahvol shu ota-onalarninki Anki bunu qolmay. Shularga bolani rayiga beqish kerak, ko'nglash kerak, u qilish kerak, ammo to'g'ri xatoni ayirib turib qilmaslikqa bek nachar. Mayli qo'y. Ularga ba'zida mayli qo'ymay bek kuchlikka, ba'zi munda lo'qloq ahvollar kelganchida mayli qo'ydi. Ashurbek qaysi bir videoda dedi, ko'rdim shunda to'g'rilagan gap. Amerikada ham men turayotganda, misol aytay. Amerikada 20 yaşını aşmasa aroq satmaydi. 16 yaşdan burun odatda mashina haydaydi, qo'ymaydi. Tamaki qo'ydi, cheklaydi, lekin nima qildi? Demoqchi o'g'lim, ammo shu 4-5 yoshlik bolalarga shu men mushta o'zgaray degan desa, yo'l qo'yishlari dahshat xato. Shuni bir xil o'ylayman, taqtuqqa bir xil xato mushlarning nima qildi qilgandi. Mening cho'sg'u aroq tamaki shu mangil bo'lmaslik kerak. Qilmaslik kerak, qishqanda yoshda. Chunki o'zligini bilib turib, ana o'satishda ularni 21 yoshdan keyin shu aroq tamaki zalikni bilib turib, o'gitib turib, yana shu satqanlikning o'zi shu jinoyat amaliyoti, shu insoniy jinoyat ham so'da deb qildi-da, ular ham shu yosh bolalarga 21 yosh, 20 yoshdan keyin setilishga yo'l qo'yishi Aşı pul to'ymaydigan ish bilasizlarning shu rezil nimasida, asha ajoyib emas. Albatta, yangi yoshlar bekrak qiziqib, hammasini qilib qiladigan odamlar bekrak qiziqadigan boshqa ular texim oldigan gap. Deymiz hamdaliqi. Oson oldingan hamma narsa qizgan vaqtlarda. Anchon deymiz, bozorda o'sha rezil odamlarning bu qaroq tamog'i qistirib qo'ydim hamda, lekin mush iftixor qilmay doir. Ham demakchi o'g'lim tamog'ini mush faqat aqlimdan o'tmaydigini shu ustida yezaqqa tursin, ma tamog'isini o'ltirib deb tursin, chekdigan odamlarga mayron. Uniki ma bolalar cho'qim o'g'itishimiz kerak ashuni. Ahmoq bo'lmayli xalqimiz qaroq tamog'ini cho'qim tashlaydi. O'la qisnab baqib, u qilib, o'ynab, ichib, u buqana vaqtlar o'tib ketdi, bo'pti, ish qisi yo'q, o'tgani o'tdi. Hozir tashlang, hozir tashlasin ulgursiz. Cho'qim tashlaydi.
Shu ayol tarbiyasida ashta qilishimiz kerak. Cho'qim balani yaxshi tarbiyalashimiz kerak. Ularga cho'qim xato uchirib bermaylik. Assalomu alaykum. Salom Muhammad. Balaning ovozi ashu balaning qaysi tarafga taraqqiy qilayotganligini aniq belgilaydi. Shu vaqt bek muhim. To'g'ri deysiz. Qancha yosh vaqtida shunchalik muhim. Lekin bizning tarbiyamiz bilan bir-birlarning tarbiyasini silishtirgan chog'da amaliyotda biz tarbiyalab balani shu kichikdan boshlab ham o'g'il degancha o'g'lim, qiz degancha qiz deb tarbiyalab nimqotimizda shunga bular qaragancha bizning ahvoli oz. Bularning bular qaraganchada bular kichigidan tarbiyalab bir ta'sir uchirganchada ota-onaning qiyib ketishi ashar nachar. Ota-onaning qiyib ketib rasmiya u balam qiz bo'lsa xohlar ekan, o'g'il ma qizim o'g'illarni yoqtirmay ekan degandek kelganchada balaning raya beqib ketishi bek nacharda. Shunga bizningki tarbiyamizning esilligining biri shu. Biz shu kichikdan singdirib deymiz, jinsni bildirib, jins orqali muomala qilamiz. Undan keyin masalan o'g'lol yoki qizaldek bo'lib qolsam, qattiq qo'l ota-onalar deydi, tili xinimlashma deb. Lekin o qizlarga deydi, til o'g'londa yurmagina. Qizaldek yurish kerak, o'g'londa yurish kerak deb bizning tarbiya yaxshi deb qarayman de. Endi Amerikaning nachar yeri shu Amerikada erkinlik deb 100% erkinlik emas, erkinlik deydi, yana bu shunda cheklimiz bor. Demak, cheklimiz bor. Lekin shu endi erkinlik deb bularga xalqini qildida mening otam, jinim otam menga bunday o'rgatgan. Nima ish qilsang qil, qancha pul xarjlasang xarjla, nega berib o'ynasang o'yna. Ammo har qanday shunchaki bo'ldi, o'zing ishlayverma deb o'rgatgan. Shundan hozir cho'ng bo'lib, shu tarbiyasini qancha esligini his qildim. Endi otam ashuni deyish orqali menga boshda fursat berdi-da, bir ishni qilishdan burun o'ylashimga fursat berdi. Meni qilsam oqibati qanday bo'ldi, to'g'rimi xatomi? Mümkün çekip ayken ondan sonra çektin aşure etmeyi hanımını kıvalma deb kılalaydım da mene xil erkin çoğun xan. Lekin aşta bir çekilimin oturup koygandan keyin men halımını kılma, lekin aşure etmeyme, amalva işteyir olmayma. Onun için oylayma men maaşlı qanchadı to'g'rim xatamı deb. Miyadan demasda, miyadan nemish qashta o'rgatmaydi, ma bek muhim. Bala cho'qim o'rgatishimiz kerak. Har qanday ishning cheki bo'ldi deb o'rgatishimiz kerak. Erkinlik ras, hammadan erkinlik bor, erkinlik cho'qim bo'lishi kerak. Lekin erkinlik degan gap hamma ishni qilishga bo'ladi deganlik emas. Hamma erkinlik to'g'ri deganlik emas. Hadda chekdan oshsa erkinlik nima bo'ladi? Ziyankesh bo'ldi, jinoyat bo'ldi, o'zini va boshqalarga ziyankesh qilgan bo'ldi. Endi bu uchada bu jinoyatga aylandi degan gap. Billa o'ynaydigan, har kuni birga yuradigan balla va muhit bek muhim. To'g'ri deysiz. Atrofdagi muhit shunda muhim. O'sha uy atrofdagi balla. Shunga biz ota-onalar, sizda to'g'ri deysiz, ota-onalar cho'qim mushlarga diqqat qilish kerak. Balalarning kimlar bilan o'ynatganlar, kimlar bilan bilib bo'lish, hammani bilib turishimiz kerak, ko'z quloq bo'lishimiz kerak. To'g'ri deysiz. Muhit degan uchurlar shu muhitning kilida. Ham demakchini mening o'zim misol qilishim bakrak deyish, misol aytmadim, amda haqiqiy bo'lgan biladigan. Menikida boy deganda shu o'tir maktabga ketib o'yindan gaplab boqmagan. Xudo shukri menimda ailam xil yaxshi ekan to'qamdi. Ziyoli ailasi unda gap anglab boqmagan. Ba'zida meniki opam isqartib qo'ysam, opam chaqchaq qilib, "Ey, isqartib yurma" deb maktabni oldi kemirim o'choq abu qilsang, biz o'sha yigit keldi ya. Nima itta chaplanay deb. Deb ashada taniq qo'ydi shunlar deb. Nima qilma. Undan keyin bizda qizolda kiyindirdi albatta. İşlerini kiyimiz ama ko'ylakni kiyimiz. Bizga meni argizil undalqi Amerikadagi emas. Xudo shukri, meni shu qizim deb cho'nqanda. Niyada qaysi bir videoni ko'rdim, bir tanqid uchrab ketgan video hamda bola bekjon bo'lib ketsa 7-8-10 yosh dada ekan. Ilqi bir video baslam ko'rgan bo'lishinglar mumkin.
Başta normal emas ikisi dadasının quchog'ida o'tirib, unki telefonimda sürkab qo'ysa, video o'zgaraydi. Sürkab qo'yib, bu ikkisi grimxona olib chiqdi. Balamni grim qilsa yoki qizg'adak. Ham buningga qarata dadasini grim qilibdi, balasini qo'llashni. Dehshat. Shunday deyman. Hem Xudoyim bir bizdan da ahvoli yo'q, hargiz bo'lmasin, bizdan da bo'lmasin, buni tatib bo'lmasin kerak. Bo'lmasin, ham yo'q, Xudoyim nima yashirmasam qadaki. Lekin endi men ko'rgan shu cho'ng'ondan keyin endi shu klublardagi odamlar, yoki ma turib kelgan nachar ahvollar. Shu o'xshab qoldi shu ota-onalar. Biz bolalarga cho'qim erkinlikni o'rgatishimiz kerak, erkinlikni qo'llashni o'rgatishimiz kerak, ammo ularga cho'qim to'g'ri xatonimi, erkinlikning to'g'ri xatosi bo'ldi, ashuni o'rgatishimiz kerak. Bo'lmasa butun dunyo tugishidi va hamma erkinlik bo'lib ketsa. Amerikadagi masalan mushlar chekdan oshgan erkinlikni foydalab xalqini qilib, mana o'zini ziyon uchirdi, boshqani ziyon uchirdi. Shunga erkinlikning cheki bo'ldi. Ashu tarbiya muhim. Ota-ona tarbiya keyinchada ota-onaning tarbiyasi shunchalik ta'sir qildiki, shu bola o'sayotgan muhitda endi nachar tug'ilib qolgan ota-onalar, nachar ota-ona tarbiyasi ko'rganlar amal yo'q, endi nachar tarbiyasi damlashmagan gap azob xayri. Shunga shu fursatni foydalab bizdaklar va menga o'xshash boshqa kishilarning işte to'g'ri ishlarni so'zlab, o'sha yosh ota-onalarimizning agar fikrini zehni ochalsak yaxshi bo'ldi deb o'ylayman. Ozroq bo'lsa xalqimizga pozitiv deb o'ylayman. Shu mush temani men shu tilga olishim sabab, endi meni burun hech kim qilmagan deb o'yladim endi. Chiqib ko'zimiz ichilsin, hargiz endi bola tarbiyasi kelganchada bu ishlar qat'iy sal qarmayli. Endi men ko'rgan bu kichik endi nadan xalqimiz nadan yaşlarımızın o kalıqları endi lekin çoğunçada endi azırımı 20-30 yıl oldu endi azırım mında olab ketdi. Onlarning ta'siriga biz qat'iy sal qarmayli. Cho'qqim bolarimizga diqqat qilaylik, ko'z quloq olib turibchi. Mumkin men boy degandek ularga shu erkinlikni cho'qim yaxshi tunishtirishimiz kerak. Erkinlikning cho'qim to'g'ri ketishini tayin. Onun için her qandaq işinin çeki buldu. Albatta erkinlikka mi çeki buldu? Erkinlik hadini aşsa cinayet buldu. Azap buldu. Bir ömür pişayman buldu. Şunun için to'g'ri tushuntirishimiz kerak. Onun için bu ilqin deymiz. Gap o'ylab qopman. Qiz balaning anasi o'g'il balani dadasi tarbiyalash yaxshi. Albatta ashta tarbiyalash yaxshi, chunki ayollarning ishlarini ayollar bo'yicha erlar bo'yicha burs bo'ldi. Ham o'zra bo'lsin texim yaxshi, chunki qaysi ayollar qaysi bir videoda qaysi bir gapga men shunda qo'shilma, shu muhabbat turmush bu qalbi videolarni ko'rib turman. Bunda bir gap bek moda hamdi. Shu dadining ayolga bo'lgan muomalasi dahshat cho'ng darsda shu bolaning ayolga bo'lgan muomalasini o'g'inda shu dad orqali dahshat darsi shu deymiz. Naq maydon darsida u. Şuna dadam da ügündü şu. Onki ma kız balımı ügündü da şu dadının ayalı kan ana qıgan muamelesi kız balımı ügündü. Oğul bala qanda ügündü desenler şu erning dadının anaga qıgan muamelesinden oğul bala nime ügündüse hemen muşaq muamele qısan buldu ki deb ügündü. Hem de kız ola nime ügündü dese muşta eski muamele qılmasa muş eski muamele qısan men şu işte botasan buldu ki de men muşa muamele şuşum kerekte deb özünü tüyen ko'rdigan muşta muamelelerge yol koyduğun bo'pti deydigan qilib bo'lib bo'lganda. Shunga to'g'ri deysizmi shu endi o'g'illarnikini o'g'illar bakrak tarbiyalasa, ayolniki tarbiyalasa yaxshi. Ammo ikkisi birlashib tarbiyalasa texim yaxshi. Masalan, endi hozirgi Amerikaning bir nachar vaziyat bor, shu dadlarning bol tep qo'yib ketadigan, qichib ketadigan mas'ul bo'lmaydigan chiqanlar bor. Endi ayollar
ko'pincha ayollar shu qiz bo'lsin o'g'il bo'lsin farzandlarni o'zi beqib cho'ng qilgan qator qo'shqanmish ahvollar bor. Endi bularning ko'pinchisini ayollar masalan bular lekin shular turmadagi bola jinoyatchilarni yoki turmadagi jinoyatchilarni stas qilib bularning ko'pinchisi jinoyatchilarning ko'pinchisi ham shu ana tarbiyalagan bir otani tarbiyalagan kanda. Lekin buni ham de uning ayolga ko'rib u boqib qo'shan bor bu yerda ijtimoiy turda. Mening ko'z qarashimda birinchidan erning tashlab ketgani er xato, ayol bir jafo tatib cho'ng qildi, ya'ni ayoldan ko'rdi. Ikkinchidan u ayol nimishqa masalan yaxshi tarbiyalamagan chog'da degan chog'da buning ba'zi ayollar aski bo'lishi mumkin e'tirof qiladi. Ammo masalan emas, ana degan yaxshi chuqum yaxshi tarbiyalaydi ko'pincha onalar. Lekin ular yaxshi tarbiyalamagan bo'lsa, buning shunchalik amallar bor. Birinchidan dada tashlab ketdi. Ikkinchidan dada tashlab ketgandiki bu ayol hammani o'z qilgan gap. Hammani o'z qilish uchun balani nega gapirdi amal yo'q. Maktab. Bishinglar qapoq maktab. Maktabda hammani o'rgangan gap. Endi bunun bal diqqat qilgan, unda diqqat qilib barni vaqt berolmaydi. Balalarni o'rganganini tishni o'rgandirmish bütün maktab 5 kun. Hepsiga 5 kun. Kunda mana maktab tutilsa, unga bal boqchi yoki boshqa odamlar u bu laqab bala chunki onamni ishlab hammani qilmoq amal yo'q. Bala ona xizmat qilganki balani qanday tarbiyalamaydi. Endi bu mushlat turuqliq buni yana onadan ko'rdi. Ilqi onani tashlatgan erdan ko'maydi. Onun lekin yaxshi tarbiyalarni analarni tarbiyalaydi. Masalan, mening o'g'lim bo'lib qolsa, masalan, men bo'ta qolsa, men aniq yaxshi tarbiyalayman. Men shu picha cho'ng qila olmayman bularni. Onunki masalan, Elon Musk shugo, Elon Musk degan dunyodagi birinchi boy yolg'iz ananing qo'lida cho'ng bo'lgan. Uning ikki qarindoshlari ularmi boy. Hemsi aşı bir ana öz çoğun qilgan. Lekin endi bitlar o'zim emas, endi lekin bir taraf ishlab u bo'lganchada shu balani haq boqil degan gap. Shunga mukammal emas, lekin endi yomon emas. Qildi, yaxshi xizmat qildi. Shunga men demoqchi o'g'lim mush qadarlik dadlar agar oilangiz haqiqatda yaxshi ko'rsangiz, bolalarningiz haqiqiy yaxshi ko'rsangiz, ayolingiz yaxshi muomala qilib, ayolingizga mush uyda o'tirib bal qancha kishi bo'lsa ana shuncha eshitishlar. Ananing ananing uyda balaga baqdanga kapolat qilishga tirishish kerak. Biroq vaqtlarda ashtaqtiqku, biroq vaqtlarda dada ishlab u bu qilib kushkanga tishda, u bu yerlarda u bu qilib dadni birsi bo'zaq ketmagandan bekrak ayollar ajiz ayollarni bo'zaq qilib chipana bo'zaq qildi, haqlar, boshqa erlar. Men bir cho'ntayman. Ham shunga bo'lganiki erlar ishlab, lekin cho'qim ananinki haq bola boqcha emas, bishingda maktab emas, cho'qim o'z onasiningki bolalar bilan bolalarni nazorat qilishiga kapolat qilish kerak. Cho'qim bir ota yoki bir ona, cho'qim bir ota-ona bolani beqish kerak. Sep baqqandan o'z beqish kerak. Bu maqasi bola o'rganamini haqda o'rgandi. Uningki buning pishaman qilib, endi qancha kichik bo'lsa, shuncha tez so'ngdi, chang so'ngdi. Shunga kichikdan boshlab eng kichik bo'lgancha onaga bekrak ehtiyojli. Mumkin cho'ngroq bo'ldi, gaplarni bekrak tushundi, dadag'am ehtiyojli. Dadamni turib ancha-muncha nima qilish kerak albatta. Bo'pti, men pul deb bolam xotin uyda ishlamaganligiga deb shunda chiqishani qildim albatta. Ishlamaganligiga deb meni tasab qo'ymay, dadamni kep o'tirib, "Ha, bugun bu qanday bo'ldi, bolam? Bugun nimalar qilding? Opang yerdalashdingmi, unda qildingmi, buni qildingmi? Maktabni ishlab yuribdi, nimalarni olsa, menga degan o'rtaq shaylar." To'g'ri xatdan anglayli deb. Uningdagi yo'qimsa mening otamdek tarbiya qilish kerak. Hay bolam, nima qilsang qil, ammo sharqina shunchaki bo'ldi. Bir ish qilishdan burun o'ylangan, meni qilsam chekishib ketamkan, meni qilsam mening bexatarligimga ta'sir qilamdiki, salomatlikni ta'sir qilamdiki, boshqalarning-chu, boshlarga ta'sir qilamdiki, uningdan bakkash bo'lib ketamdiki, bakchoq pul hadin ish ketamdiki degandekni cho'qim o'ylab turib qilgan. Demak, cho'qim bir ish qilishdan burun cho'qim o'ylanib, to'g'ri xatolikni chekdan aşamlashmani shuni qilib, uni deb o'tish kerak. Erlarning majburiyati qandaq bo'ladiganligini erning ifodalaydigan filmlarni ko'p ko'rish kerak. Endi mushu mazmunlarni o'rganib ko'rish kerak. Masalan, shunga ota-onalarning yerdagi ahvoli shu.
Şu men siyasi oyun değişimi sebep şu. Şu iftihar yaqım orqali oilani ajratib, xalqni ajratib, kichik bolani ishlatib, ajratib oila munosabatini buzitib qilishga sabab shu kontrol qilish oson bo'ldi. Shunga bular yo'l qo'ydi. Musha nacha iftihar yaqimning musha singib ketishiga yo'l qo'ydi. Shu maktablarga musha filmlar bor, maktablarga shu kitobxonlarda musha jinsi qamoqtirgan mazmuni bor, kitob kichik bolalarga mos kelmaydigan ashyolarni tortib, nima bor, unga to'rlarda to'shaq ham jinsin. Hatto ma Olivatning kinolari bor. Aşlan kördü balarımız. O yaşatanlarını kördü. Aşlanın elbette belirlik nimesi buldu, tesiri buldu bulmuşsa. Aşlan, lekin şu biz atanı boğuşlar. Tan oturup kömeyi uyuyor da. Xuddaylıqı Amerika'daki bazı lahva atanlar oşaş. Qaysiylıqı aldıqıymış şu Trump, Biden boğatqamış aldıqı 4 yılda şunda qalam qavuk etmez. Ma iştiqaraqı miyada şunda ters öpüşünde malımada qavuk etti. Açıqdaki atalarının torğu yetken videolarga asasen mening ko'rganlarimda. Hatta yasligicha bu iştiqaraqımdaki keçonlar adamlar kirib, yasligicha shu buvoqlarning oldida bir buvoq 3 yoshli bolalarning oldida shu qamlashmagan 20 yosh kiyimlari bilan ko'tlarni to'g'ab o'ynab o'p qilishlari mungkin qilishlarini oshkorlagan shu videolar vijdonli atal oshkorladi, lekin shu videoda boshqa atallarning tang o'tirib video deb chaqchab qiziq ko'rishlari shunchalik nachar ahvolga bildirdi. Mungkin qaysi bir restoranda bir usulchining ayolchasining usulchining mungkin kiyimlari bor, yağan köksü bor, lekin yağan köksü o'smirliqda ichqiliqliq kiyimlarilik ochiq, onun lekin aşa uslanayotganchada bir kichik ashada ularliq uyu deb ashxona bolalarmi tursa, cho'nglar bo'lsa, kichik klub bo'lsa, mayli o'zlarini nima qilg'ini qilsa, kichik bolalar bor, ko'p kunduzda restoranda asha uslanaydigan. Ashning kichik bolalarni bir kichik qiz bola ashning agishganini boshlanda to'riq taqibdi. Agishib ta'nim qilib, tan qiliqlarni do'ratdi kichik qizlar. Onun için doğrugandan keyin xalqlar bergan pullari birsi pul berdi animega. Usanatgan ayol nimali bo'lsa berdi. Lekin avu qish qizim yantirib uslayında tankirsam ota-Allah degan xo'shlab, ya bolani tatib olmay ota-onasi shunchaki qaloq. Boshqalarni yarat qilmay ashta qildi. Avu pulni tepma, olgan pulni qish qizlarning nimesiga da kimimda qilib qo'ydi. Nima bu endi bu boshlash degan gapdan ashta ahvol dahshat darsdan ash kichik qilga dahshat qaloq ta'sirda shunga ashta ko'p mushta kinolarning unki ashta ahvollarning unki dinsidagi ahvollarni bizlarga restoran kasallarga saqlab va ayol chiqib kirim chiqib qolgan kutkishlarning kichik bolalarga qilishini tatib ashlarning yo'l qo'yishlari. Onun için her yan kinolarning kelib chiqishlari. Onun için allaqi nima ism rahmat sizga. Nima ism kelib qoldi? Disneyning qo'nchoqlarini ko'ramiz-ku. Burun uyu deb computer grafik texnikasi uyu deb alayda ko'rinish bu qo'nchoqlarni ishlashni Disneyga shunda voy deb ko'ramiz. Endi men cho'ng bo'ldim, bolam bo'ldi, endi ideyamda biz endi kichik qizlarlik o'lmaymiz, yosh bal nadandek o'lmaymiz, ana bo'ldik, cho'ng bo'ldik, 40 dan oshdik, biz 40 yoshlik bir onadek o'ylaymiz. Hozir o'ylab baxsam, shu video deb ko'rgan shu Disneyning qo'nchoqlari masalan Elsa deydi, yana nima Cinderella deydi, Snow White deydi, qarmalika, uyqu malika, sleeping va hammasi da shu kishilarning oshkorlatgan asliki shu vaqalikka asosan yozmay o'qib unki kinolarni ko'rib oshkorlagan nimalarda qizlar aran 7-8 yosh 10 yosh muhabbatga ketadigan, undan keyin ba'zida suyishadigan, ashta quchoqlashadigan, ashta nima kichik bizim bolalarimiz ko'rdi. Bu narsa yetmagan bolalar uchun ishlagan qo'nchoqlarning nimishqa ashta mazmunlar bo'ladi. Mushu butun xatoda bununla biz yol koyduk. Mana atanlar yol koydu, ular yol koydu, ularga hükümet yol koydu. Adatda hükümet çek koyduğu televizyon nimesiga arıydı. Bu qo'nchoq yoki kino filmda bilan yiziqliq. Yizib qo'yish ota-onasiga bergan huquqni.
Maştalık yalang'achlik ko'rinishlar bor, qilin ko'rinishlar bor, cho'nglarga xos ko'rinishlar bor deb yuz qo'ydi, yoki tillaydigan setgaplar bilan yuz qo'ydi. Shuni ota-ona berdi-da, tanlashni ota-onasi ani ko'rgandan keyin balam ko'z bo'lamam deb ota-ona nima qildi, lekin ba'zi ota-onalar kar yo'qmisha ko'ryordi. Lekin ular ashta qo'ygan turuqliqmi, o'sha desni o'xshash qo'nchoqlarga yanla e'lon qilavergan gap. Unda chiqarib qo'ydi, ogohlantirish berib qo'ydi, yana ichavergan, qo'yavergan gap. Aslında bo'lmaslik kerak. Qo'nchoqlarning da unda ko'rinishlar bo'lmaslik kerak. Unda mazmunlar bo'lmaslik kerak. Shu bolalarga bergan ta'sirini o'ylasa, ashlarning qiliqlarini do'raydi bolalar. Shu cho'ng qurama yetgan qiliqlarni do'raydi, gap so'zlarni do'raydi, ashlarning qiliqlari vaqirib jaqirib qilgan ash qiliqlarni do'raydi, yoki bo'lmasa akrab noyaxshi qiliqlarni do'raydi. Nimishqa uni davlat hukumat yo'l qo'ydi ashta nimlarga. Chunki ular boshqarmoqchida xalqni. Ularning nima qari bolarimizda? Ularning maqsadi bolalarni buzish, bolalar orqali ota-oni buzish, ota-ona huquqini aptashlash, tatib bilish. Bizning ma'naviy jihatdan, jismoniy jihatdan, ma'naviy jihatdan kasal qilish, biz o'tirarmiz shundan. Ular bishimizning ustida qildanni qilib oldi. Şuna Amerika'daki uyg'ongan chaqatalarning ochiq kelgan yeri shu 20 milliondan ortiq. Davlatning soni u, bir davlatning soni u. Ortiq ota-onalar ham ko'payadi. Bolalarni maktabdan chiqarib o'z o'qitadi. Shu o'z belgilaydi hamda. Eski ota-onalar amal yaxshi ota-onalar ko'pincha qildi, bolalarga o'qitadigan o'zi belgilaydi. Men shu his qilgandan keyin u asapasini ko'rsatmadan bo'lib naqsha ancha anglab qo'ydi, uni qilmaydan bo'ldim. Men YouTube'da bolalarga nima qo'yib beraman? O'zim ko'rib turib qo'yib beraman. Endi agar qilayotgan qiliqlar bo'lsa, o'tkazma, cheklayman, shu kanallarni doklab qo'yma, u qilma. Men tanlab turib qo'yib beraman. Eng sog'lom bo'lgan, qalayotgan qiliqlar olmaydigan, vaqirab chaqirib qilgan. Chunki kichik bola ham do'raydigan gap, bunga qalayotgan Qur'onga yetgan har qanday mazmun bo'lmaydigan. Ko'rinish bo'lmaydigan, qalamgan kimgacha u bo'yish kanallarni nima qilmayman. Shu balamga o'zim bilib qo'yib beraman. Ota-onalar shu o'zlari o'qitadi, o'zlari mazmun tanlaydi. Hukumatga o'xshash bolalarning ideyasini buzib bo'ysundirish, qululush, xizmat quli bo'lish sistemasi bo'yicha sistemasini nima qilmay shu bolalarga to'g'rigan kurikulum deymiz, dars o'qishlikni tanlab, bolalarning xarakteriga, bolalarning shu qobiliyatiga asosan ham o'zlarining nimasiga asosan alayda bolalarga mos keladigan o'qish nimalarni tuzib, o'sha bolalarga o'qitadi. Qilmaydiganlarga shuncha yordamlar bor, masalan, shu to'r darslari bor, ota-onalarning ashar yaxshi ota-onalar maktabdan bolalarni chiqarib olgandan keyin o'zini tanlashimiz bo'ldi. Qaysi yaxshi pechatlarni tanlab turib o'qitgan gap. Bu maktab biz talab qilsaqmi qilmaydi, mana bir yil ulayda qoldi, bir qatammi ota-ona bir faoliyat bo'lmadi. Ko'chaga bir 10-20 minut chiqdi, undan keyin yo'q. Quyoshda yo'q, quyosh ko'maydi bolalar, shu binoning ichidalar. Chiqib kelsa yarim soat o'ynab. Qag'ilramiz ichida buni ayet bir bola o'ynatdi, hozir ishda deshing chiqmadi degan gap. Shu undan keyin hammasi turib havo sapa chiqmagandan keyin shu mehnat havoda turgan gap. Onun için ben takiplerini bədim, mesela tədriben çıqraqlar tələr oyunsun, çünkü bu yeşik balalar tazı sıkrab jürüp yürüyen onlar otta da solğanın nipaysi. Qısun desem o, da qoydu, eş qaysını qıpaq mı deyim, mən dedim, mən haqsız işlər, haqsız qılay, bir mi qılay, mən kirib yerdən şey etsem, meni bir bodaq şey meni kirib, meni qaştırdı bildi, meni şu bilvamısın demiş qalağın dedim. Tapbusu meni olmaydı bula. Bumsun mən bütün iltimasdan tapşırıp materialını qıpsam hazır men olmaydan gap. Aşta qilmaydi, yat, liqimda tamoq ichishdan o'rgatmaydi, liqimda bir narsani yasashni, o'yinchoqlarni berib buzg'izib yasashni o'rgatmaydi, qo'l tutadigan narsalarni shu qalamga olgasi bu xo'shamaydi bularga. Hech qanday foydali narsa. ABCni o'rgatgani 1 yilda shu o'rgatadigan shu so'zlash, u bu qilish, o'tirish, u bu. Mumkin qiraya qilishni o'rgatadi shu. Tuz berish kerak, uni qilish kerak, buni qilish kerak, buni cheklab bolalarni erkinlik fikr qilishiga to'sqinlik qilib turib, bistirib boshlanib qilgan gap. Onun keyin pulni o'rgatibdi balamga tangini. Ishkapti oldi, tangini o'rgatgili. Balam bir sodliq chiqmasa nima ish qildi shuncha ishkapti vaqt. Bika o'tib ketdi, uning o'rniga balam
pichet oynayala bo'g'aydi, tantarbiya nim qilalaydi, top o'tishni o'rganalaydi, yoki beri bilqi qog'oz yasab, bir o'yin yasab, yoki biror narsani, u bir narsalarni qila bo'g'aydi deyman. Asqatadigan narsani o'rgana bo'g'aydi. Hozirgi Uyg'urcha tarjim qilingandagi karton film yaxshi. Mening o'ylig'imda rahmat deganingizga, mening o'ylig'imda bola qancha kichik bo'lsa, kuchli qiliqlar bo'lgan karton filmni ko'rsatmayish kerak deb o'ylayman. Chunki mening bolam dastlabda qaysi nimani ko'rdi, Alsani ko'rsatib, Muanani ko'rsatdim. Muana tas chaqirib o'qiqdayilar bor. Bir qitim o'tasam shu dastat chaqirib, vaqib chaqirib o'qiq. Enalar qilganlarini ko'taraydi. Shunga ham demakchi, o'g'lim shu qancha kichik bola bo'lsa, bola tas uyg'ona vaqtlarda hammani do'rab uyg'ona emasmi? Do'rab uyg'onadi. Shu do'ranchada bolaga qo'ygan narsaning nimaligini cho'qim yaxshi tanishimiz kerak. Bo'lmay qolsa bola yaxshi, mazmun yaxshi bo'lmagan, nachar qilqlar bo'lgan vaqacha o'qiqlar narsa ko'rsa, bola ashna uchun. Shu men to'xtatdim. Unkin hozir bolamga shu bizning naqshimiz qo'yib turma. Bizning naqshimizni shu etib bo'ldi hozir. Bizning naqshimiz qo'yib turma. Men shakllangan asosan odam badani tushundirgan har xil yaxshi videolar bor. Karton, oddiy kartonlar, ashlarni qo'yilqi. Unkin bir kartonni qo'yib beringlar. Ota-onalar bek yaxshi, backyard degan deb ashlar bir karton bor YouTube'da. Shuning mazmuni intan yaxshi. Uningda shu qora qo'rodagi 5 kichik karakterni uni hayvonot qilgan endi. Umuman hayvonot qilgan. Shu 5 xarakter kichik bolaninki shu kichik voqealar bor, o'yin o'ynaydigan. Ashuna ichida hech qanday eski mazmun yo'q, hech qanday eski gap so'zlar yo'q, hech qanday ortiqcha nimalar yo'q. Mazmun yaxshi, ulardan tavakkul ishlari, lekin uni ishqa hikoyalar bek tez. Ashuni qo'yib beringlar bolaga. Balam qo'yib berma, balam ashuni ishini bir muncha so'zdan o'rganib oldi-da. Ashi yaxshi. Hey, agar ashuni shu tarjima qilib Uyg'urcha qilgan bo'lsa, bek yaxshilatdi. Men shu Xiyman qirg'anchada, saqchi mushuk deganlar qirg'anchada, yishup qirg'anchada, bakar degan ravz yaxshi. Mazmun bek yaxshi. Bir saat o'tdi. Hozir qo'ymoqchi. Men balamni olib kerak. Rahmat. Sizni nimaga akramay qoldim, bu da yana sinab boqamiz. Davomliqmishda mazmunlarni qilib turaylik. Misha fikrlashib o'tasak, fikrlashib tursak yaxshi. Undan bu da shu ishtihar qilmagan cho'ng nima bu tema, buni davomli so'zlayman. Davomli uchlar bo'lsa yetib turma. Xudoim bo'lsa atda boshlamay qolsa, shu vaqtlarda shu vaqtni chiqadigan jimjit, shu bolamni mana shu og'ilgancha saqlag'ash, mashina ichida naq maydam qilsam, men muvofiqga. Shu vaqtlarda hamda shu vaqtning oldiganda shu naq maydam qilaman. Ko'rish xohlaydiganlar shu fikrlash xohlaydiganlar tam fikrlashni qilsak, so'zlarni so'rashib bir-birimizni o'rganishni qilsak. Salom Muhammad degan apandimga rahmat. Shu paran qatnashganingizni rahmat etma. Mumkin bo'lsa, yensa men shu mazmunni taqdim qo'yasizlar. Undan yana nima mazmun to'g'ri so'zishimni xohlasanlar inkos qoldirasizlar. O'zingizning ko'z qarshilarini inkos qoldirasizlar. Mumkin shu videoni taqdim qo'yasizlar. Kanalimga aktiv qo'yasizlar. Rahmat. Buldamsa Allohga emanet.